Assalomu alaykum butun O'zbekiston xalqi, sizlarga kichkinagina murojaatim. Bu videoni ko'rayotgan bo'lsangizlar, ayollar, voyaga yetmagan bachalar bu videoni ko'rmasdan o'tkazaversin. Bu yerda haqoratli so'zli gaplar bo'ladi. Hozir ijtimoiy tarmoqda juda ko'p voqealarni ko'raman. Voyaga yetmagan 1 yoshar, 2 yoshar, 3 yoshar, 4 yoshar qizcha o'g'ilchalarni qattiq dadasi, kim tarafdan bobosi, kimdir ayasi eri tashlab ketgandan keyin aybini farzandidan olib, xalqdan yordam so'rab, nonga zo'rman deb izdivacha qilib, bachalarni urib, siltab, qiliqlar qilib, unaqa isqirt ota-onalarni yoqaverish kerak hammasini, isqirtlarni. Farzandini urib, begunoh. Значит, o'zingni aybing borligi uchun ering tashlab ketgansan. Sen lekin shunaqa gunoh ishlarni qilib, farzandingdan o'chingni olib, xalqqa o'zing ko'rsatyapsan. Maksimal darajada bu videolarni tarqatinglar. Bunaqa isqirtlarni ko'rsangizlar, ko'chaga yondiraveringlar bunaqa dindan chiqqan harom shayton urg'ochilarni.